Bu yigit tunda bolasi muz ostiga tushib ketgan Slowsonni uchratdi. Ona Slowson yigitdan qo'rqib qochib ketdi. Yigit esa bolg'a bilan muzni sindirib Mittivoyni qutqarib oldi va uyiga olib kirib uni isitdi. Yigitning mushugi Mittivoyni o'z bolasidek qabul qildi, ammo oradan 4 hafta o'tgach ona Slowson farzandi uchun qaytib keldi. Yigit Mittivoyni onasiga berib yubordi, ammo uning mushugi yolg'izlanib qoldi. Buni qarangki, oradan 3 yil o'tgandan so'ng yigit hovlisida yovvoyi itlar orasida qolib ketgan mushugini uchratdi. Yigit hech narsa qila olmasdi, ammo qayoqdandir Slowson paydo bo'lib mushukni himoya qildi. Bu o'sha Mitti Slowson edi. Oqibat odamlar orasida yo'qolib ketishi mumkin, ammo hayvonlar orasida u abadiy yashaydi. Bu yigit tunda bolasi muz ostiga tushib ketgan Slowsonni uchratdi. Ona Slowson yigitdan qo'rqib qochib ketdi. Yigit esa bolg'a bilan muzni sindirib Mittivoyni qutqarib oldi va uyiga olib kirib uni isitdi. Yigitning mushugi Mittivoyni o'z bolasidek qabul qildi, ammo oradan 4 hafta o'tgach ona Slowson farzandi uchun qaytib keldi. Yigit Mittivoyni onasiga berib yubordi, ammo uning mushugi yolg'izlanib qoldi. Buni qarangki, oradan 3 yil o'tgandan so'ng yigit hovlisida yovvoyi itlar orasida qolib ketgan mushugini uchratdi. Yigit hech narsa qila olmasdi, ammo qayoqdandir Slowson paydo bo'lib mushukni himoya qildi. Bu o'sha Mitti Slowson edi. Oqibat odamlar orasida yo'qolib ketishi mumkin, ammo hayvonlar orasida u abadiy yashaydi.